Tak. Buni aytib qo'yamiz. Bu paloska endi ko'z ojizlar uchun, shular uchun kerakdanmi? Skverimiz bu bizning saylgohimiz. Ondan esa mechit, Shahabod mechiti. Bu tarafimizda Murod qurilishning ro'parasida yana diller nomer 1 metal bazamiz joylashgan. Shuni kapitalında shu binoga 2 etajli binoga e'tibor beringlar. Men sizlarga hozir bu to'g'risida to'liq ma'lumot tushuntiraman. Bilinglar bilan. Birinchi bu men sizlarga bu 2 etajli turar bino bu. Shuni birinchi etajini ko'rsataman. Birinchi etajga kirib keladigan bo'lsak, shundan foyer xonasina to'g'ri kelamiz. Bir hali qurilish yakunlanmagan ichki qismi. Lekin qurilishni yakunlab beramiz. Bu e'lonimiz arenda. Sotuv emas, arenda. Endi qaranglar. Men tarafimda yana bir xonasi bor. Gey. Bellanmasi ko'prik bo'latilgan. İstegan biznesingiz yurishingiz mumkin. Chunki bu sentralniy tochka. Xo'p, imkon tarafimizda shuni yonginasida yana bir xonamiz bor. Keyin shunga o'xshagan ikkinchi etaj ham bor buni. Hozir ikkinchi etajga lestnitsani yerdan chiqamiz. Desizlar-ku, yana ishordan lestnitsa uchun eshik ham ochib beramiz. Aynan ish burchakda. Chunki bu yerda lestnitsa o'tadigan xonasi bor. Shu xonadan ikkinchi etajga chiqamiz. Ikkinchi etajdan ham to'g'ri shunday planirovka joylashgan. Bu 2 etajli binomizni общий kvadraturasi faqat bu qisminiki 180 kvadratda joylashgan. Любой biznesda dim to'g'ri keladi. Endi hozir qo'shimchasini sizlarga yana bir zo'r yerini ko'rsataman. Mana bu noodatiy o'ziga yarasha darvozalarga e'tibor bering. Katta darvoza. Bu yerda 10 tonnalik Isuzu ham sig'adi. Necha nakaramiz? Buni kattaligini qarang. Buni kattaligini qarang. Oho. Bu yer hozir sklad bo'lib turibdi. 300 kvadrat bana arkadagi mestalari bilan. İstesangiz mo'jazsangiz ham bo'ladi. Chunki mana yamalar ham bor buni. Yamalari. Qaranglar, istesangizlar bu ham 3 boksni alohida arenda olishingiz mumkin. İstesangizlar aryan, ya'ni 2 etajli binoni birinchi etajini alohida, ikkinchi etajini alohida olish yoki hammasini qo'shib bir arenda etib olishingiz mumkin. E'tibor beringlar. Bunda kraniklari bor. Suvlar kelgan, kanalizatsiyasi bor. Bu tarafında sanuzeli, tualet ham shu yerda bor. Hamma sharoitlar yetilgan. Nima bu bilasizlarmi? Bu vodoprovodning rezervuari boki bu spesialniy. Xo'p, baholarına keladigan bo'lsak, bu ulu joyimizni 4 million so'mlab turibmiz oylik arendasini. Ikkinchi arendagi birinchi etajini 3 million deb turibmiz. Ikkinchi etajini alohida olsangizlar 1,5 million deb turibmiz. Hammasini olsangizlar biz bilan kelishib arzon raqam optim olsangiz. Optim deshiri degan gap bor. Shu gap bo'lishi mumkin. Agar baholar ma'qul bo'lgan bo'ladigan bo'lsa, shu yerda videoning tagida egasining telefon nomerini qo'yib qo'yamiz. Keyin bir narsa yozingizdan chiqdi. Like bosishingizdan chiqdi. Agar obuna bo'lmasangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki menga o'xshagan takliflarni millionlaganini xudo xolasa chiqarib beramiz sizlarga.